yetib keldik. Bu yer biz to'xtagan joy G'aza Station deyiladi, ya'ni G'aza oстановкасы. Mana biz avtobuslarimiz oldiga Canary Inn yozib qo'ygan bo'ladi. Xullas mana shu avtobusdan tushasizlarda to'g'ri mana shu tarafga boriladi. Hozir yo'lini ham ko'rsatib beraman. Ustimda ehromim yo'qligi sababli ichkarigacha kira olmayman. Hozir boradigan manzilim payg'ambarimizning uylarigacha borib ko'rsatib beraman, u yog'ini tushuntirib beraman. Mana yana qaytarib o'taman. Avtobuslarimiz turadigan joy. Yurib kelamizda, to'g'ri yuramiz. Xohlovchilarga mana shu yerlarda taksilar bu tarafdan kelishadi, bu yoqdan ketishadi. Shu yerda taksilar bor. Taksida ketsa ham bo'ladi. Bu endi hamma har xil narx aytadi, lekin eng pasti 5 riyol. Aytgan joyimgacha keldim. Hozir ro'paramda Abu Lahabning uyi, ya'ni hozir tahoratxona bo'lib qolgan. Orqa yelkam tarafda esa payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning uylari, hozir kutubxona bo'lib qolgan. Shu yerdan haramning ichiga, ya'ni Ka'bani oldigacha bo'lgan yo'lni tushuntirib beraman. Hozir ustimda ehromim yo'qligi sababli kirib ko'rsatib bera olmayman. Mana payg'ambarimiz uylari. Mana bu yo'ldan men keldim. Mana tahoratxona. Mana namyoq bilan yurib bu vash tarafdan yurib kirib ketiladi. Bu ana eshik turibdi. Mana shu eshikdan kirsa bo'ladi. Agar aşağıdan, ash tarafdan aylanib o'tsa, soatni tagidan chiqasizlar. Baş taraflarda eshiklar bor, shahar kirsa bo'ladi. Safo Marvaga ham o'sha tarafdan chiqsa bo'ladi. Safo bu tarafda, Marva bu tarafda.